Assalomu alaykum Urgutum xalqi. Biza Delta xizmatlar markazi yana bitta dolzarb muammoni yechimini topdik. Xo'p, agar sizda Damas avtomobilingiz bo'lib turib, orqa sidlyanasini yechib, foydalanib yurgan bo'lsangiz, sizda GAI xodimi to'xtatib, shtrafnoyga tiqaman yoki jarima qilaman desa, endi bu narsani yechimi topildi. Biza Delta xizmatlar markazi bu narsaga ruxsatnoma olib beryapmiz. Endi bundan bu yo'lga hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Mana akamizga ham olib berdik, akajon. Mana ruxsatnomangiz. Endi bundan bu yo'lga sizlaringizni qo'yib yursangiz ham bo'ladi. Sizlaringizni yechib yursangiz ham bo'ladi. Hech kim hech narsa demaydi. Chunki sizga endi bu yo'lga ruxsatnoma bor. Mana akamiz. Aldi. Qayerdansiz aka? Men Kamangarondan. Kamangarondan. Nima deysiz? Delta xizmatlar markazining xizmatlari haqiga. Rahmat. Mana sizning nasib bo'lsa, bemalol yuraverasiz. Akajon, sog' bo'ling, ishlaringiz omad. Bizning manzil Davlat xizmatlari markazi ro'parasida. To'liqroq ma'lumot olish uchun pastki raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Aytgancha, ushbu videoni hammasi bor tanishingizga yuborib qo'ying.